Assalomu alaykum qadrli do'stlar. 29 sentyabr kuni mijozimiz Telegramga yordam guruhimizga muzlagan akkaunti borligini ma'lum qildi va lichkaga o'tib ma'lumotlarni olgandan keyin dogovorni qildik va to'lovlarni qabul qilib oldik. Mijozimizni endi profiliga kirdik va ish jarayonini boshlaymiz. Ko'rib turganingizdek hisobimiz muzlatilgandan qizil yozib turibdi. Ish jarayonini videoga ulab ko'rsatamiz. Demak, ishimizni jarayonini davomi muzlagan akkaunt olib tashlandi. Muzlash jarayoni ko'rib turganingizdek mana bu Abdulloh profilidan zakaz beruvdilar. Ya'ni mana shu profilda muzlashdan ochib berishimizni ochildi. Muzlagan qor belgisi olib tashlandi. Endi mana bu qizil yozuv olib tashlanishini kutamiz. Mana ijobiy javobni ko'rishingiz mumkin bo'ladi. Mana tarjimasini ham qo'yib beramiz. Albatta, muzlagan akkauntlarda ochiq xizmati kerak bo'lsa, bemalol bizga murojaat qilishingiz mumkin. Hammaga rahmat, xayr, salomat bo'ling.